بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, Allah subhanahu wa ta'ala bizni dünya ve ahiret baxt-saadetga erishtirish uchun öz payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni avatib, Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan birga bizning ruhiy ma'naviyatimiz, fikri uzuqimiz, hayot chirig'imiz bo'lgan Qur'oni Karimni tushirib, bizni o'zining dunyodami, oxiratdami parlaq bo'lgan yo'liga ham kelgusi istiqbolliq, parlaq, g'albilik bir amaliy hayotga va oxiratda manguliq, parlaq, go'zal kelgusiga, ya'ni jannatga bizni boshladi. Allah subhanahu wa ta'alaning bu ne'matlariga ko'pdan ko'p hamdini aytamiz. Tuanda o'tilmoqchi bo'lgan darslik parlaq kelgusi. Biz hozirgi mushu yashayotgan davrimizda dinsiz kommunistlarning bo'lapmi, Sharq Turkistonda Xitoy kommunistlarining bizni har turli ichkiri va tashqari jihatdan, hatto xalqaro maydonlig'icha qo'g'lash orqali bizni istibdod, zo'migarlik, bostirmoqchilikdan iborat bo'lgan va o'ltirish, hapsi qilib zindonlarga tashlash, shundaqla jamiyatda qolgan qarindoshlarimizni assimilyatsiya qilishdan iborat bo'lgan har turli iskanja va zulmlar bilan hozir bizga hujum qilayotgan har bir qarindoshlarimiz mushu qiyinchilik, mushu zulmdan qanday qutlama deb qattiq halsirayotgan mana shundaq bir vaziyatda. Shuning uchun biz mushu har turli zulmlardan qutulishning yo'li nada va shundaqla kelgusi istiqbolimiz zodi, kelgusi bizningki hayotimiz parlaq bo'lamdi yoki baxtsiz bo'lib qolamizmi degan mushu savollar doim bizga kelib oladi. Shuning uchun har birsimiz birinchi qilib haqiqiy Allah subhanahu va taologa xolis bo'ladigan musulmon va shundaqla Muhammad sallallohu alayhi va sallamningki ummati va barliq payg'ambarlarning izbosarlari va hozir qadar haqiqat uchun qurbonlik berib kelgan haqiqatparvar islomiy ulgularimizning izbosarlari deb o'zimizni haqiqiy e'tiqod va g'oyada to'g'ri bo'lgan nishonli kishi, to'g'ri bo'lgan obrazliq musulmon deb o'ylaydigan bo'lsak, qat'iy biz shuningga ishonishimiz kerakki, bizning kelgusimiz cho'qim parlaq bo'ldi. Biz cho'qim parlaq bo'lgan g'albalarga va haqiqiy erkinlik, dunyo va oxiratning baxt-saoatiga erishamiz. Agar biz Allah subhanahu va taoloninki bizga bergan bishoratlari va bizga bergan barliq yo'l yo'riqlarini qabul qilsak va bishoratlariga ishonsak va o'zimizda Alloh taoloninki yordamiga loyiq bo'lgan sifatlarni o'rindab Allah subhanahu va taologa haqiqiy tavakkul qilishda tavakkul qilsak, Allah subhanahu va taolo bizga zodi mushu yashayotgan qiyinchiligimizdan chiqishdan iborat bo'lgan parlaq bo'lgan kelgusimizga erishishimizga o'zi haqiqiy yordam bermamdi, balki yordam berdi. Bu yordamiga erishamaslikninki asosiy tip omilining birinchisi nima degan vaqtimizda biz avval
parlaq yo'lni buzivatgan, parlaq yo'lga to'sala bo'lgan parlaq yo'lni bizdan cheklab qo'ydigan omilni o'zimizni o'zgarsak, ondan biz Alloh subhanahu va taolaning haqiqiy yordamiga erisha olamiz. Mana shu parlaq bo'lgan natijaga erishishning oldini to'sadigan eng muhim omillardan birisi Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de alohida aladi. Estağfirullah. Ve laqad sadaqakumullahu va'dahu iz tahussunahum bi iznihi hatta iza fashiltum ve tanaza'tum fil amri ve asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu ad-dunya ve minkum man yuridu al-akhirah. Mana bu oyatlarda Allah subhanahu wa ta'ala bizga muhim bo'lgan bir haqiqatni bildirdiki, sizlarga Alloh o'z va'dasi bo'lgan qalbini amaliy vujudga chiqarib berdi. Sizlar birinchi qitimliqda ularni Allohning izni bilan o'ltirdinglar. Hatto sizlar fashiltum va tanaza'tum. Alloh subhanahu va taolaning payg'ambar qilgan buyruqqa itoat qilolmay keraksiz bo'luvdinglar. Mas'uliyetinglarni üstünlüğü ağır unutmaydigan biliyordinglar. Öz ara rahbarlaringlarga, to'g'ri başlagan yetakchilaringlarga bo'ysunga unutmay talash tartishib, öz ara ixtilof qilishib edinglar. Ya'ni sizlar üstünlüğü topshirgan vazifani ijro qilish ishida öz ara qo'mondonning buyrug'iga qarshi ixtilof qilishib edinglar. Sizlarga va asaytum min ba'di ma arakum sizlar yaxshi ko'rgan qalbini naq ko'rib bo'lgandan keyin sizlar osilik qilib edinglar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning buyrug'iga, payg'ambarning buyrug'iga ching turib, ash payg'ambar turinglar degan taqdirni tushib ketib, o'z amiri qo'mondonlarningki buyrug'iga bo'ysunmay ixtilof qilib, mal g'animat dunyo manfaatini Alloh subhanahu va taolo yo'lida mustahkam turish, oxirgi nishongacha ching turish, qalbini qo'lga keltirish, haqiqiy baxtning oxiratda ekanligini bilishni iborat bo'lgan mushu yo'lga oshilik qilibdinglar. Sizlarning ishinglardan dunyoni iroda qiladigan va sizlarning ishinglardan oxiratni iroda qiladigan kishilar bo'ldi. Ondan sizlarni o kafirlardan yüz o'rtdi, sizlarni sinash uchun, ya'ni sizlar kafirlardan qochib kelgan yandinglar. Haqiqatan Alloh sizlardan bu qilgan xatoliklarni kechirim qildi. Alloh mu'minlarga katta fazilgisi deb mana bu oyatda bizlarga shundoq bir haqiqatni bildirdiki, bizning asosli hozir mushu jamiyatimizda to'liq g'albilik ish qilib bo'lolmasligimizdagi parlaq yo'lga manganligimizga ishonch qilolmasligimizdagi asos sabab nima desa, bizningki birlikka kelolmasligimiz, Qur'on va hadis rahbarligi va shundaqla hozirgi bizningki diniy va siyosiy jihatdagi foydamizga mangadigan har qanday bir rahbarlikka Qur'on hadisga uyg'unlantiradigan uning bo'ysunib biz o'z haq adolat talablarimizni talab qilishda, Xitoyning huquqi va zo'ravonligini yo'qotishda va Sharq Turkiston zaminida zulmini ko'tarishda va har qaysi muhojiratdagi qarindoshlarimizninki Allohning rizoligiga erishgidek parlaq bo'lgan bir g'albini qo'lga keltirishda o'z ara rahbarlikka bo'ysunib bir gavda bo'lib mustahkam bir qo'rg'on bo'lib kufri va uningki barliq razil qilmishi qarshi turishda birlashanmasligimiz va shundaqla har doim Alloh subhanahu va taoloninki oxiratdagi rizoligini kutishdan bakroq bu dunyodagi natijaga oldirib ketib fitna yoki har turli yaxshi ishnima yomon ishga aylantiradigan g'aybat shikoyatga tushib ketganligimizdan mana mushu mikrob, mushzahar, ya'ni g'aybat shikoyat qilish, fitnaga tushish, ziddiyat, ixtilof bo'linish bizningki nishon maqsadimizni iborat bo'lgan g'oyaga yetishga ta'sir qildi. Ham shundaqla Alloh subhanahu va taoloning bizga beradigan yordamining ketishiga ta'sir qildi. Shuning uchun har qanday bir musulmon qarindoshimiz avvalan o'zimizdagi parlaq bo'lgan natijaga erishamaslikka asosli xato omilni mushu bo'lgunchilik fikrni yo'qotishga ahamiyat berishimiz,
Andın bizni dünya ve ahiretning baxt saati erişidigan g'albiga erishtirishda eng tiz bo'lgan yordamga, tiz bo'lgan amaliy g'albiga erishtirdi. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda mushu g'albiga erishtirishninki amaliyatini bayon qilib, "Va laqad nasarakumullohu bi badrin va antum azillah." Sura Ali Imron 123-oyatda sizlarga Allah subhanahu va taala Badr jangida yordam berdi. Sizlar azillatun o'zingni ojiz, Alloh taolaga o'zingni tuvan tutilgan, Alloh taolaga bizga bir yordam bersi butdi deb nayta Alloh taolaga o'zingni xorzar tutilgan holatinglarda Alloh subhanahu va taala sizlarga yordam berdi. Hunayn kunida sizlarni ko'pliginglar hayron qoldirdi, ajablantirdi. Voy bizningki askari qo'shinimiz ko'pkan, bizning kuchimiz ko'pkan deganlikdan iborat bo'lgan hayron qoldirish sizlarning ishinglarga kirish orqali Allah subhanahu va taolaning yordam berdiganligini, Allah taolaning kattaligini, Allah subhanahu va taolaning bir quli bo'lib bu jangga kirganliginglarni, Allah taolo oldida o'zingni tuvan tutib, Allah qarshi bo'lgan kofir guruhlar, ana shunday dinsiz guruhlar va butparast, mushrik, yahud xristian guruhlar Allah taolo qarshi holatda mutakabbirlik bilan islom ve İslam'nınki haqiqatlar qarshi jang qilsa, sizlar Allah subhanahu va taolaga o'zinglarni xor tutib, tuvan tutib, mundaq Allah taolaga sodiq manlik bilan jang maydoniga, xizmat maydoniga, harakat maydoniga, kurash maydoniga kirmay, sizlar o'zinglarning shakli ko'rinishi qarablam, dunyolik moddiy kuchi qarablam, sizlar o'zinglarni hayron qoldiradigan ishda bo'lib qoldinglar. Andın sizlarning bu sizlarning ko'pliginglar, sizlarningki o'zinglarga ishinib ketishinglar hech qandaq bir narsani to'solmadi, hech qandaq bir g'albiga erishtirolmadi. Demak, Allah subhanahu va taolo mu'minlar Allohga xor, Allohga o'zini tuvan tutgan vaqtida, Allah taolodan qattiq ayminib yordam so'ragan vaqtida yordam berdi. O'zini cho'ngchoqlagan, mutaham yoki mutakabbir cho'nglagan vaqtida Allah subhanahu va taolo ularni jang maydonlarida her türlü balasınaqlar bilan adaptidi. Bu Hunayn kunusida bo'ldi. Demak, qarindoshlarimiz, biz Allah subhanahu va taolo oldiki o'z xatoligimizni turib, Allah taolo xor bo'lsak, kelgusi parlaq bo'lgan g'alaba bizga biz cho'qim dunyo va oxiratning baxtiyatiga erishimiz. Nima uchun bu qiyinchilik, bu dinsiz kommunistlarning chet allagacha bizga mushundaq xorluq, xafalıqlarni doim keltirib, bizning mushunda xafalıqlarni qilishimiz davomlashida biz bu xafalıq ustidan g'alaba qozonolmay mushunda ketishimizdagi asos sabab nima desa, Allah subhanahu va taolo bizni mana mushundaq kech-kunduz bo'layotgan xafalıqlar orqali sinaq va o'zininki tavlagan Allah taolo yo'lda mangdigan, Allah xolis bo'lgan musulmonlar jamoatining qatoridan bizni qurib chiqish. Yana bizning ishimizdan Allah subhanahu va taolo yo'lda mustahkam turganlikdan haqni ustun qilish yo'lida har turli turma habsi xillarda yoki jihad da'vat maydonlarida Allah subhanahu va taolo yo'lda shahid bo'lib, shahidlik martabasiga yetkizish. Şu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerden şehitlerini tutudu. Allah subhanahu wa ta'ala zalimlerini yaxşı görmeydi dedi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala yolu da aşındak hak meydanında müstahkem durup, hatta ki şehit bulup gitadigan canımız, hayatımız Allah subhanahu wa ta'ala yolda kurban bulunduğun iş bolsumu, şu hak meydanında müstahkem durup, hakkatni ve adaletni yakalap, küfre ve onun zulümleri karşı aşındak bastırılgan ziminlerimizni, hukuklarimizni, cemiyetlerimizi kutkuş için her bir Müslümanlar cemaati müstahkem dursa, Allah subhanahu wa ta'ala bularga çokum yardım berdi. Allah subhanahu wa ta'ala hak yolunda müstahkem durup, hatta ki bağırlıkını hak yolunda bəgili unumaydigan, unudun özünü tatıdigan, bu dünyada azraq haq meydanlarda müstahkem turganlık üçün dünyalık sınaq ya japa yoki zarbila yoki masalan xalqarada muhacirətdə xizmət qılıb atqanlarga nisbətən çəklimə qoşaydı ekan
ya bularni 5-6 ay, 8 ay jazolaydi ekan yoki bularga ma'lum zarba ya iqtisodiy jarima etadi ekan degandek bunda qo'rqinchi kap bo'g'icha ana shundaq Alloh taoloninki dushmanlar bo'lgan dinsizlarninki, kofirlarninki har turli ba'zi vahimalardan qo'rqqanlik tufaylidan Allah subhanahu wa ta'ala yo'lda qilayotgan xizmatidan yaniladigan, mas'uliyatini ko'tarishdan keyinchilanadigan mana shundaq ishlar bizningki parlaq bo'lgan g'albiga erishish yo'limizni to'sab qo'ydi. Shuning uchun har bir musulmon qarindoshlarimiz cho'qim dunyo va oxiratning baxtsiyatiga erishman deydi ekanmiz. Haq adolatni yaqlaydigan islom haqiqatini ustun qiladigan, dunyo oxiratning baxtsiyatiga erishadigan, dinsiz Xitoy kommunistlarining qo'lidan ozodlikka erishadigan mush haqiqat maydonimizda mustahkam turishimiz kerak. Chunki Xitoy kommunistlarining bizga bergan har bir zarbasi bizni kuchlantirdi. Bizni har bir zarba pishib yetildirdi. Chunki qarindoshlarimiz tuxum bir chujiga Allohning rahmati bilan oyilishdan burun avval bostirildi. Bostirilgan mushu muddatni o'tkazgandan keyin o tuxum shu bostirilish jarayonidagi ig'ir jafolardan keyin o bir chujiga aylanadi. Undan keyin mushaqqatli bir onasining yetakchiligida bir cho'ng bo'lgan to'xo ya xo'rozga aylanadi. Demak, shuningga bosqichliq vaqt keladi. Shuningdek, bizningki Sharq Turkiston zaminini mustaqil qilish va shundaqla chet eldagi bizningki Sharq Turkiston musulmonlari qarta aqida, siyosat, axloq, iymon, da'vat, tarbiya, ma'arif, har turli xalqaro munosabat, jihad, da'vat jihatda yetakchilik o'rnida shu xalqimizga yetakchilik bo'laligidek bir Allah rozi bo'lgudek bir erkin islom davlatini maydonga keltiralgidek ilgirqi Sutuq Bo'raxon va shundaqla Sabit Damulla hojim maydonga keltirgan Sharq Turkiston islom hokimiyatini maydonga keltirib shundaq bir hayotga erishadigan bir qobiliyatlarning bizning vujudimizda bo'lish uchun mana shu Xitoy kommunistlarininki barliq bizga kelgan ulardan zarbalar va shundaqla ularninki har turli bizni qarta qilayotgan zo'ravonliklari biz Sharq Turkiston musulmonlarini va chet eldagi musulmonlarni bir tushiradigan, bir kuchlantiradigan bir energiyaga aylanadi. Agar biz mush energiyani bizni qarta o'zimizni tushkunlashtirish, mag'lub qilish, yo'qotish energiya asosida qabul qilmasdan, balki buni bizni qarta bir sinoq, bizni qarta bir tavlash, bizni qarta bir gullantirish va bizni uyg'otish deb qarasak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Rasululloh alayhisolatu vasallam va uning ilgari barliq payg'ambarlar va hozirga qadar barliq yaxshi ummatlarni har turli zarbalar, har turli shundaq mushaqqatlar, jafolar va ularga kelgan kofir va mushriklar va dinsizlar, munofiqlardan kelgan zarbalar orqali ularni uyg'otgan, ularga zarba, ularga qarta kelgan barliq har turli ziyon va zahmatlar, har turli aziyatlar ularni kuchlantiradigan bir omilga, kuchlantiradigan bir energiyaga aylantirgan. Shuning uchun biz mana shundaq mushaqqat, mana shundaq jafolardan haqiqiy Alloh rozi bo'ladigan, Alloh bizni yaxshi ko'radigan, biz Allohni yaxshi ko'radigan, radiyallohu anhum va radu anhu, zalika liman xashiya rabbah. Ulardan Allah razı bo'lgan, Allohmi ulardan razı bo'lgan, haqiqiy taqvodor bo'lgan bir islom ummati bo'lishga biz mushu kelgan zarbalar orqali tavna olsak, dunyodami, oxiratdami Allohningki parlaq bo'lgan g'albisiningki erishishga, haqiqiy erishishga loyiq bo'lgan musulmonlardan bo'la olsak, biz dunyo oxiratning baxtsiyatiga erisha oladigan xolis musulmonlardan bo'lgan bo'lamiz. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain.